9-chi savol. 2 taqsim 5 mol tolvol. 2 taqsim 5 mol tolvol. Javob sechiq ekan. Bu 0,4 mol bo'ladi. Endi biza kasra sondan qutulish uchun bo'lib yuboramiz. 2 ni 5 ga bo'lsak 0,4 mol tolvol. C6H5 CH3. Xo'p, keyin demak 0,7 mol nitrat kislota. 7 ni 10 ga bo'lsak 0,7 bo'ladi. Kasr qilib ishlamaymiz. Shunaqa butun nima qilib ishlayapmiz? Mana bu kasr son qilib ishlayapmiz. Demak 7 taqsim 10 mol nitrat kislota bilan nitrolanganda 3 xil nitro birik hosila ajralib chiqdi deyapti. Demak 3 xil aralashma. Buni dinitro va trinitro aralashmasi miqdori mono nitroni miqdoriga teng bo'lsa, e'tibor beramiz mana shu joyiga. Bizda demak 3 xil mahsulot chiqqan. Mono nitro, ya'ni bitta NO2 saqlagan tolvol, dinitro, ya'ni ikkita NO2 saqlagan tolvol va trinitro 3 ta NO2 saqlagan tolvol chiqqan. Demak mana demak birinchi mana bu mono nitroni miqdori di va trinitroning miqdoriga teng ekan. Obshi bizda tolvol 0,4 mol. Demak, o'sha 0,4 molni 2 ga bo'lsak, 0,2 moli mono nitro uchun sarflangan. Mono nitro uchun 0,2 mol sarflangan bo'lsa, demak 0,2 mol nitrotda sarflangandan bunga. Chunki yana bir marta qaytaraman, 0,2 mol tolvol yarmida bu. Bu mono nitro uchun sarflangan, ya'ni biriga bitta nitrat ketgan, 0,2siga 0,2 nitrat ketgan. Qolgan 0,2si demak, qolgan 0,2si D va 3 uchun sarflangan. O'sha neydi bo'lsak, mono nitro 0,2 mol bo'lsa, unga sarflangan tolvol D va 3 nitro uchun sarflangan tolvol 0,2 da. Shunday bo'lgan holatdagina mono nitroning miqdori D va 3 nitroning miqdoriga teng bo'ladi. Shunday bo'lgan holatdagina. Yana aytayapman. Aytayapti shartda mono nitro tolvolning miqdori teng ekan D va 3 nitro tolvolning miqdoriga. Qachon teng bo'ladi? Demak, mana bunga sarflangan tolvol miqdori bularga sarflangan tolvol miqdoriga teng bo'lsagina, bular ham buni miqdori bu ikkoviniga teng bo'ladi. Chunki reaksiya 1 ga 1. Endi 0,2 moli nitro mono nitro uchun sarflangan bo'lsa, qolgan 0,2 moli D va 3 nitro uchun sarflangan tolvoldi. Tolvol 0,4 edi. 0,2si mono nitro uchun ketgan. Demak, qolgan 0,2si D va 3 nitro uchun ketgan. Endi jami nitrat 0,7 edi. O'sha 0,7 nitrat kislotani 0,2si mono nitro uchun sarflangan bo'lsa, qolgan 0,5 mol nitrat kislotamiz. Qolgan 0,5 mol nitrat kislotamiz mana D va 3 nitro uchun sarflangan. Qolgan 0,5i. Xo'p, endi ikkini ma'lum qilamiz. Qaytaraman. Tolvollar jami 0,2 mol, unga sarflangan nitratlar jami 0,5 mol. Bu yog'ini ikkini ma'lum qilsak bo'ladi. Buni x deb olamiz. Mana buni x deb olsak, buni y deb olsak, ikki noma'lum. Xo'p, x plus y ikkovi jami 0,2 mol, 2x plus 3y, bu 2x 3y yig'indisi 0,5 mol. Tenglama olib chiqamiz. X teng 0,1, y teng 0,1. Bizda D nitro hosilani so'rayapti. D nitro hosila bu x deb olgan edik. Javob 0,1 bo'ladi. Agar trinitro so'raganda y ni olar edik. U ham 0,1. Trinitron so'raganda buni olardik. Bizda dinitron so'ragan uchun x ni olyapmiz javobga.